O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida sportchi yurt himoyachisi shiori ostida talaba-yoshlar orasida sog'lom turmush tarzi va ommaviy sportni targ'ib etishga qaratilgan Respublika sport oyligi hamda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 1 milya, ya'ni 1609 metrga yugurish musobaqasi o'tkazildi. Universitetning yengil atletika, futbol nazariyasi va uslubiyati kafedralari hamda sport klubi hamkorligida tashkil etilgan mazkur yugurish tadbirida oliygoh rahbariyati, professor, o'qituvchilar, ishchi xodimlar, talabalar, shuningdek Chirchiq shahri aholisi, mahalla faollari, maktab o'quvchilaridan iborat jami 800 nafardan ortiq ishtirokchi startga chiqdi. Musobaqada faxriylar 39, 49 yoshgacha va 50 undan yuqori yosh toifalarida g'oliblik uchun yugurishda. Erkaklar orasida Muhriddin Abduqodirov, ayollar ishtirokida Inobat Tojiyevalar birinchi o'rinni egallashdi. Shuningdek, To'lqin Husenov, Alyona Tunyan, Bekzod Kurdashov, Bektosh Rahmatov, Sarvinoz Hurmamatova kabi ishtirokchilar o'z yosh toifalarida g'oliblikni tantana qilishdi. G'olib va sovrindorlarga medal va diplom hamda esdalik sovg'alari taqdim etildi.